O'zbekiston Adolat sotsial-demokratik partiyasi Toshkent shahar tashkilotining prezidentlik saylovlari oldidan navbatdagi 9-konferensiyasi o'tkazildi. Unda partiya markaziy kengashi tomonidan chaqiriladigan navbatdagi qurultoyda qatnashuvchi delegatlar saylandi. Anjumanda Adolat sotsial-demokratik partiyasi Toshkent shahar kengashi a'zolari, tuman kengashlaridan saylangan delegatlar, deputatlar hamda keng jamoatchilik vakillari ishtirok etishdi. Unda o'tgan yillarda amalga oshirilgan ishlar haqida tuman kengashlaridan chaqirilgan delegatlarning hisobotlari tinglandi. Men Toshkent shahar yoshlar qanoti raisi sifatida albatta asosiy elektoratimizning 50% dan ortig'i yoshlar bo'lgani uchun bizning asosiy vazifalarimiz, ya'ni yoshlar bilan ishlash jarayonidagi asosiy vazifalarimizni delegatlarimiz bilan kelishib oldik va eng asosiy vazifamiz shundaki, saylov jarayonlarida yoshlarning siyosiy qatnashuvini oshirish va albatta adolatning asosiy vazifasi bu sotsial tarmoqlarni ko'maklashish. Asosiy elektoratlarimiz ham aynan sotsial tizim bo'lgani uchun yoshlarni ham aynan bu tizimda o'zlariga yarasha ko'plab muammolari bor. Balki ba'zi bir muammolarni yechish uchun qonun loyihalari tayyorlash kerakdir. Balki ba'zi bir ishlab turgan qonunlarga o'zgartirishlar kiritish kerakdir. Aynan mana shu vazifalarni bugungi kunda aniq kelishib oldik. O'zbekiston Adolat sotsial-demokratik partiyasining 9-qurultoyi 6-sentyabr kuni o'tkazilishi rejalashtirilgan bo'lib, unda ishtirok etish uchun hududiy partiya tashkilotlaridan har 2,5 ming nafar a'zodan 1 nafar delegat saylash normasi belgilangan. Shundan kelib chiqqan holda Toshkent shahar partiya kengashidan 7 nafar delegat saylab olindi. Bu yerda biz Toshkent shaharni faol ishlayotgan, Toshkent shaharidagi yaxshi ishlar olib borayotgan deputatlarimiz, yaxshi faollarimizni mana shularni harakat qilib, delegat qilib saylashga harakat qildik. Bu yerda 7 ta bizning delegat saylandi. Bu 2,5 ming bizning a'zolarimiz ichidan bitta sayladik. Maqsadimiz ertaga shu qurultoyda ham o'zlarining fikriga ega, Adolat sotsial-demokratik partiyaning dasturini, vazifalarini yaxshi biladigan, shunga amal qiladigan faol o'zimizning a'zolarimizni mana qo'yishga harakat qildik. Buni ham ko'rdingiz, hozir bir ovozdan yakkadil bilan hammasi qo'llab-quvvatladi. Shuningdek, anjumanda partiya g'oyalaridan kelib chiqqan holda mamlakatda sud-huquq islohotlarini olib borish, sudlar shaffofligiga erishish masalalariga chuqur yondashish kerakligi ta'kidlandi. Partiyadan prezidentlikka ko'rsatiladigan nomzod ham o'z dasturini aynan ushbu g'oyalar asosida shakllantiradi.